Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, bu kecha kungi to'dirib olgan qo'yimiz. Mana bolasi. Juda ham zo'r, mashalloh, ko'z tegmasin. Bu statusda pryamoy nevarasi, shundan tug'ilgan qo'zi mana. Hozir bunga nom berib o'tib ketamiz. Keyin buni dalshi kelajagini kuzatamiz. Ya'ni buni e'tibor berib turgan bo'lsak, mana hurmatli kuzatuvchilar, tug'ilmasidan boshlab to birinchi orqa oyog'i ko'ringan edi buni. Orqa oyog'i ko'ringanidan boshlab mana kuzatuvga oldik. Xudo xolasa, bizda saprovojdeniyya bor, ya'ni tug'dirgan qo'zilarimizda xudo xolasa voyaga yetguncha bularga kerak bo'ladigan makro mikro elementlar yoki hayot davomida qilinishi kerak bo'lgan profilaktik tadbirlar masalalari bo'yicha o'zimizni qaramog'imizga olamiz, ya'ni profilaktikasini. Hamda buni kelajagi bo'yicha doimiy videoroliklar tayyorlab boramiz. Hozirgi bu xo'jaligimiz mana Akmaljon akaga qarashli xo'jalik. Bu yerda elita sortlar desak ham bo'ladi. Toza qonli arashan qo'ylar boqiladi. Ana e'tibor berib kuzatadigan bo'lsak, juda ham chiroyli, sifatiga ko'z tegmasin. Chorva davomiy bo'lsin. Xo'p, kecha videoni ko'rdi hamma, ya'ni tug'dirilish jarayonini. Ko'z tegmasin, mana bolalari zo'r. Qo'ylarning sifati, holatlari juda ham zo'r. Biz bu yerga kelishimizning asosiy maqsad maxsus chaqiruvlar bilan keldik. Men Akmaljon aka bilan qariyb 5 yildan beri tanishmiz. Bir 3 yil oldinlar kelgan edim, vodiyda ishlab yurgan paytlarimda. Mana xudo xolasa yana yaqin bo'ldik, mana Toshkentga kelib oldik. Xo'p, Akmaljon aka, qo'ylarga ko'z tegmasin, zo'r gap yo'q. Bitta asosiy muammo nima? Chunki biz mavzuni boshidan yoritib ketadigan bo'lsak, xuddi shunaqangi sifatli, naslli qo'y boqadiganlarga bu tayyor darslik bo'lib qoladi-da aka. Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar. Mana ota-bolaga ham aytib o'tganlaridek, haqiqatda mana shu arashan zotli qo'ylarni boqishda ham bir gap bor ekanda bu. Bizani shu ratsionimiz bo'yicha boqyapmiz, lekin mana qo'ylarni ko'rasizlar, eti yaxshi, mana tug'gan eti yaxshi. Narigisi ham mana eti yaxshi, anolarning ham hammasi eti yaxshi. Lekin nimagadir mana shu qo'zini ham shunday ko'rsatib qo'ysangiz. Mana shu qo'zimiz zo'r tug'ildi. Lekin mana shunaqa bo'lib turolmay qoldi-da. Shu maslahat qilib o'zlariga anaqa chaqirdim. Mana ota-bolaga baraka topsinlar, uzoqdan bo'lsa ham keldilar. Shunga bir hayron bo'lib turibmiz, ota-bolaga nimaga shunaqa bo'lib qoldi? Yeyish, ichishi, ovqati hammasi joyida. Mana lekin mana shunaqa holatlar bo'lib qolyapti-da orada endi. O'shanga ko'pchiligiga ilm bo'lib qolishi uchun shuni biroz aytib o'tsangiz. Xo'p, aka, bu juda ham o'rinli masala, chunki hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p ko'ryapmiz. Ayniqsa bu yil 2025-yilda oxiri, 26-yilda boshlarida rosa qo'y tug'adigan sezonlarda bu holat juda ko'pchilikda uchrayapti. Ya'ni qo'ylar baquvvat, tetik, yaxshi, sifatlari zo'r. Tug'ilgan bolalarda ham masalan mashina ham oladigan bo'lsak, eti zo'r. Lekin tayanch harakat sistemalarida makro mikro elementlarning yetishmasligi hisobiga shunaqa holatlar kuzatilyapti aka. Buni kimlardir harakat qilyapti, lekin tura olmayapti. Fan tilida belemish-ishna deydi, ya'ni oq mushak kasalligi deydi. O'zi aslida bu gipovitaminoz kasalligi, tokoferol yetishmovchiligi, vitamin. selen moddasining yetishmovchiligi. Biz bitta narsaga uncha e'tibor bermaymiz, qo'ylarni oziqlantirishda. Ya'ni masalan shu qatori qo'ylarimiz zo'r, yaxshi rivojlanishi, semirishi uchun bularga har xil oziq-ovqat qo'shimchalar beramiz aka, masalan premikslar, yemga qo'sh anaqasida. Lekin biz aksariyat kimlardir maxsus tayyorlatadi premikslarda, kimlardir tayyor eng kuchli premikslardan olib foydalanadi. Bu yirik shoxli mollarning premiksidan ko'p foydalanamiz aka. Qo'ylar uchun hamda bu bo'rdoqiga boqiladigan, ya'ni go'sht yo'nalishida boqiladigan hayvonlar uchun yaxshi narsa. Ya'ni o'sha hayvonlar yirik shoxli mollardan foydalanish. Sababi ularda makro mikro elementlar ko'p. Lekin bu bo'g'oz qo'ylarga ba'zi paytda bu minusga ham ishlaydi. Sababi yirik shoxli mollarga ishlatiladigan premikslar bilan mayda shoxli mollar, ya'ni qo'y va echkilarga ishlatiladigan premikslarda tarkibida farqi bor. Masalan, bo'g'oz qo'ylarimizga A vitamini juda ham ko'p talab qilinmaydi. U me'yorda bo'lishi kerak. Biz A vitamini ko'p, yuqori bo'lgan masalan premikslarda berishimiz natijasida o'zi asosan A, D, E vitaminlar rol o'ynaydi organizmda. Keyin selen, marganez, ayniqsa
homilani yaxshi rivojlanishi, undan tug'ilgan bolalardagi xuddi mana shunaqa kasalliklar uchramasligi uchun bularga selen moddasi kerak bo'ladi. Burdoqiga boqiladigan yoki sut yo'nalishidagi hayvonlarda balansi biroz boshqacharoq. Masalan, A vitamini ko'proq, kalsiy, magniy, fosfor, ayniqsa kalsiy, magniylar biroz kamroq talab qilinadi. Shuning uchun ularga beriladigan premikslar balanslashtirilgan. Hozir bizni o'sha Agropremix degan zavod bilan biz hamkorlikda ishlaymiz. Bu eksklyuziv. Mana birinchi marta sizni xonadoningizga olib keldik bu premiksni. Mana bu premiks xuddi mana shu ko'rinishda. Bu kechadan o'sha zavoddan ishlab chiqarildi. Bugun 14-fevral. 14-fevralda birinchi savdosi bu sizni xo'jaligingizga keldi. Endi aytmoqchi bo'lganimiz, bu premix sinovdan o'tgan, ya'ni sinovdan o'tganligi qanaqa? Makro mikro elementlarini mana shu tartibda bo'ladi. Bularni har xil ko'rinishda biz har xil tajriba uchastkalarida sinaganmizda. Masalan, olaylik, shunda A vitamini 400 ming. Bitta 400 ming birlikda. Endi biz buni masalan 600 ming qilib sinab ko'rganmiz, 800 ming qilib sinab ko'rganmiz, 200 ming qilib sinab ko'rganmiz. Yaxlit mana shu makro mikro elementlarning mujassam bo'lishligi uchun buni ustida ancha o'sha masalan injener texnologlar, zootexniklar, veterinarlar juda ko'p tajribalar o'tkazilganda yaxlit shu ko'rinishga kelgan. Mana bu Agropremix zavodidan ishlab chiqarilgan. Buni ichidagi makro mikro elementlar, vitaminlar bular DSM kompaniyasidan keladi, Yevropadan. Mana bunisi bu ham xuddi shu Agropremix zavodidan ishlab chiqarilgan, lekin bu yirik shoxli mollar uchun. Mana e'tibor bersak, zavod bir xil, faqat alohida fishkalari bor. Eng katta alohidagi fishkasi bu krishkada, rangda. Ya'ni to'q sariq rangdagi paqirchamizdagi premikslar bular mana mollar uchun. O'sha sut yo'nalishidagi yoki burdoqi yo'nalishidagi yirik shoxli mollar uchun. Mana bu maxsus chiqarilgani bu qo'ylar uchun. Xuddi mana shu kabi nasldor qo'ylar uchun bular o'sha bo'g'ozlikka ayniqsa juda ham yaxshi ta'sir qiladigan qilib shakllantirilgan, ya'ni tug'ilgan bolalardagi kobalt, sink, selen, marganez, ayniqsa selen moddalarini muvozanati yaxshi qilingan ekan. Xo'p, mana e'tibor bersak, bularda farqida mana oddiy ko'rishimiz mumkin. Hozir biz buni video davomida qo'yib o'tamiz, ya'ni ekranda ham chiqaramiz. Makro mikro elementlarni. Bunda balanslashtirilgan. Ya'ni qaysidir vitamin qo'ylarga kamroq talab qilinadi, qaysidir vitamin ko'proq talab qilinadi. Shu balanslashtirilgan, shu tartibda yakuniy xulosaga kelib shu chiqarildi. Endi buni hozir biz sizga tavsiya qilamiz va siz orqali butun o'sha qo'y boquvchi, qo'y ishqibozlariga tavsiya qilamiz. Opisaniyada yozib o'tamiz. Bu respublika bo'yicha xudo xolisa savdoga chiqadi. Respublikada shu bilan shug'ullanuvchi, ya'ni optim shug'ullanuvchilarning telefon nomerlarini qo'yib ketamiz. Bemalol respublika bo'yicha buni topishning imkoniyati bor. Xudo xolisa bugundan boshlab savdoga chiqadi bu. Alloh xayrli qilsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Barakat bersin ishingizga. Bizga bir tushuntirib ketsangiz, buni bir necha grammdan bir kunda anaqa onasiga beriladi, to'g'rimi? Yo'q, qo'ziga ham ozgina onasiga ham beriladi. Qo'zilarda asosan aka yangi tug'ilgan qo'zilarda 14 kunlikdan 20 kunlik oralig'ida shirdoni sekin o'zi pastlab, 3-4 kamerali oshqozonlar paydo bo'lishi boshlaydi. Bu degani yeyish refleksi paydo bo'lishi boshlaydi. Asosan makro mikro elementlarni onani sutida eriganiga 20 kun bular toza qaram bo'ladi. 20 kun. 20 kundan keyin sekin o'tga kirib borish natijasida bularga ham alohida yem beriladi. Masalan, kepak yoki shunga o'xshash konsentrat oziqalar berish natijasida bularni ham oziqasiga sekin-sekin qo'shib bersa bo'laveradi. Bu foydalanuvchilarga qulay qilingan maqsadda bu Agropremix zavodidan chiqadigan Ronomix premixlarida har bittasida mana chelagida ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni 20 kilodan 40 kilogacha tirik vesli qo'ylar uchun 20 grammdan. Bir kunlik norma bu. Masalan, kimdir yemini 2 mahal beradi bir kunda, kimdir 1 mahal beradi. 2 mahal beruvchilar uchun 10 grammdan jami 20 gram. Bu 40 kilogacha bo'lganlariga, 20-40 kilo tirik veslilarga. 40 kilolikdan yuqori hayvonlarga endi masalan olaylik, mana shu bitta qo'ylar o'rtacha necha kilo? 130 kilo bormi? 100 kilo, 80 dan 130 kilo. O'sha 80 dan 130 gacha. Ana shularga kunlik normasi 40 gram.
ertalab masalan 20 gram, obeddan keyin 20 gram miqdorda qo'shib bersangiz bo'laveradi. Bo'rdoqiga boqadigan qo'chqorlar uchun 40 kilodan yuqorilariga 50 gramgacha bersa bo'laveradi. Bir kunlik norma bu. Bu однородный смесь qilib qo'shilib yuboriladi. ha, qo'shib yuboriladi. Misol uchun olaylik, mana shu hududda, mana shu imенно shu qo'rada kataydi. Hop, 6 ta bor ekan-a. Misol uchun 6 tani 100 kilodan hisoblasak, 600 kilo trigesli mavjudotlar bor, qo'ylar. O'shani normasi chiqariladi-da, yemiga qo'shib umumiy qilib berilaveradi. Eng bitta buni e'tiborga sazovor bo'lgan joyda, masalan, ko'pchiliklarda savol bo'ladi-da, oltin gurgut qo'shib bersak bo'ladimi deydi. Yemiga, masalan, alohida o'simliklarga ishlatiladigan oltin gurgutni, endi hozir internet ma'lumotlari ham ko'p ekan. Kimlardir aytadi, oltin gurgutni doimiy qo'shib berish kerak deydi. Chunki organizmning ehtiyoji bor unga deydi. O'simlikka ishlatiladigan oltin gurgutni ishlatadi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Alohida o'sha karmavoy deydi, shunaqa oltin gurgutni elementi bor. Bu mana shu premixda bor ekan. Mana agar e'tibor bersak, mana shu yerda ko'rsatilgan. Buni bir xilla bir haftada bir marta bilar bilmas qo'shishadi. Bu yerda bor ichida hammasi. Ichida bor. Bu tayyor o'sha karmavoy holatga keltirilgani. Keyin yana bir internet ma'lumotlari bor. Ko'p e'tibor beramiz, suviga yod qo'shib berish kerak deydi. Bu ham mutlaqo bo'lmagan narsa. Ya'ni meditsinskiy yodni tashqi muhitga, obrabotkalarga ishlatilish kerak bo'lgan yodni oralni berish mumkin emas. Bunda yod ham bor. Qo'shilgan. Ha, tayyor sostavida bor. Quruq yod bo'ladi. Shu aralashtirilgan. Oltin gurgut yod eng e'tibor beradigan narsamiz, ham kerak, ham ko'pchilik buni fito olamga ishlatiladi, ya'ni o'simliklarga ishlatiladigan narsani primo yemiga yoki suviga masalan qo'shib beryapti. Bu mutlaqo mumkin emas, chunki hayvon organizmida birinchidan oshqozon osti bezida muammo chiqaradi, ikkinchidan hazm sistemada muammo chiqaradi. Misol uchun agar e'tibor bergan bo'lsangiz, endi siz bilmadim, buni ko'rganmisiz, lekin men hayotimda uchragan, ya'ni kimdir o'sha internet ma'lumotida ko'rgan, bir qoshiqdan semirtiriladigan buqalarga bir kunda bir mahal oltin gurgut qo'shib berish kerak degan so'zni eshitgan, u qo'shib bergan. 2 oyda molni so'yishga majbur bo'ldi. Ya'ni sinovial suyuqliklar bor. Oltin gurgut yaxshi filtrlanmaydi, sinovial suyuqlikning quyuqligi oshib ketadi. Bo'g'imlar qiyshayishni boshlagan, majburdan hayvonni so'yishga to'g'ri kelganda, so'yganda go'shtdan shunday oltin gurgut hidi kelyapti. Sababi u fito olamga ishlatiladigan oltin gurgut berganda ekan. Mana shu narsaga yaxshi e'tibor berish kerak. Agar biz doim mana shunaqa hayvonlarimizni saqlashda, boqishda qoidalarga amal qilsak, qarang qanaqa chiroyli elitalarda. Keyin aka, hozir men bitta narsani o'ylab kelib turdim. Bu zotli lineal qo'yiz bor, toza qonli qo'y-ku bu. Shunga mana biz endi avvalo uzr so'rayman, harakat qilib, xizmat qilib qo'shdik, qaysidir ma'noda buni tug'ilishida biz ham xizmat qildik. Shunga aka, biz shunga bitta nom qo'ysak. Bo'ldi. Klichka deydimi, nima deydi? Ma'qul. Maximus deb shunga bitta nom qo'yamiz aka. Juda chiroyli ism bo'ldi. Chunki bu Maximus mana ko'pchilik biladi. Gladiator kinosidagi Maximus bor-a, yengilmas. U to generallikdan, to qullikdan yana podshohlikkacha chiqadigan nimasi bor ssenariyda. Aytmoqchi bo'lganim, shunaqangi matonatli bo'ladiki, bu qo'zi ham shunaqa bo'ldi. 4,5 soat oyog'i chiqqandan keyin qancha qiyinchilik ko'rib tug'ildi, lekin mana qarang, bizni oldimizdan ketmay turibdi-da. Bilyapti-da siz aytganingizni. Yaxshi aka, bunga Maximus deb nom qo'yamiz. Buni alohida registratsiya qilamiz. Xudo xolisa aka, buni nasllaridan ko'paytiramiz. Inshaalloh. Xudo xolisa. Rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga har doim eng yaxshi, eng sifatli izlaymiz. Salomat bo'linglar. Akmaljon aka, sizga alohida katta rahmat. Rahmat. Salom.